Assalamu alaikum urmatlı mekendeşler. Bugün 5 yanvar 2025 yıl Жалал Абад облысы Алабука району Солома мал базарындабыз туугандар. Бул видеода азыр жылкылардын бааларын тартып көрсөткөнгө аракет кылабыз. Видео жакса лайк басып, каналда биринчи болуп жатсаңар подписаться кнопкасын басып койгула. Биринчи мына ушул аттан баштайлы. Жаш канчада буну? Жаңы азы экен. Канча болду? Баа болдубу? 90го берилбеди, да? 90 миңге берилбептир мына туугандар. Жаңы азы 90 миңге. Ассаламу алейкум. Канча болду, брат? 105 миң. Айт, номериңи айтып коюм мына кызыкканда. 0704 03 16 72. Кайерден алып келдиң? Коштөбө, Аксы, Аксы району Коштөбө айылынан. Кызыккандар болсо чалсаңыздар болот туугандар. Базарыңды бересиң. Ассаламу алейкум. Бир кызып бересиң өзүңүз. Кызыңбы? Жана келипсиң да букалар менен кызытат эле. Siz her bazar her kanda bir koyu ap gelesiz, bir cilkı, bir yemi azın diye ap geldiniz. Taydı. Kaça oldu onun? 120 da var. 120. 120 min. Tay. Bulut. Atadın aytpayla koy, apazdan aytpayla koy. Bu suradı mı? Bu suradı mı? Bazar suradı mı? Bazar suradı. Kaça kıldı? 105. 105 min kıldı durumda. Tay. O cüde yakış. Ha? Tartık bile? Kızıttın da onda. Kanday bolu atır bazar. Bazar zoru da şakalat bolu atır. Şakalat mı? Dadil mi? Dadil bolu versin he. Mustafa olsun çay pay alıp vereyim. O şu hazır videoga tartılayın. Çoğu bu düğünü. Çay alıp vereyim erkekçe. Boldu hake. Tart parayla. Hazır bir aylanıp gelem. Kaç eder mi bunu? Naile. Taylar kançadan oldu hake? Taylar arkamdan oldu. Kança? 100 miңden surap atırız ha. Bazar kança suradı hake? Bazar 83 miңden düğünü. 83 miңden düğünü verilmedi. ...95 boldu aka. Kaçka 95 miң so'm boluptur. 95 miң. Noğlar kança boldu? 4 585 miň. Beyler. 4 585 miň. Rossiyadan geliptir. Rossiyski eken buna. Öte çoğun eken bir ok. Assalamu alaikum. Aka, kança oldu aka? Noğu kök. 98. 98 miň so'm oldu. Kaça hak etti? 42 yarımdan gitti. 42 yarımdan 42.500 so'mdan ketiptir taylar. No kaç oldu tay? Kaç oldu? 42 yarım. 42 yarım. Erkek mi? Erkek. O kaça oldu Murat? 75. 75. 75 miň. No kara kança oldu aka? 60. 40 miň vereyim. 60 miň. Bunun suçu aka kaça oldu? Kaçka? No kança oldu? 65 miň. 65 miň so'm. Aka tay kança oldu? Kança so'rap atırız? 45. 45. Erkekti? Urgaç. 45 miň. Oşan ezin taşkek bulatı. Tay kança oldu? Kança so'rap atırız? 50 miň. 50 miň, aytılış bahsi. Erkek ha? Erkek. No kança oldu? 52. 52 miň oldu. Erkek ha?
52 ming so'm bo'libdi. Qancha so'm bilan Nur Sportga chiqadi? Nur Sport bilan qancha so'm kanaldan? Qancha bo'ldi? Tartaylichi dadil ekan. Sen tartib aytding. Va otni o'zim tartam aka. Tartib. 85 ming bo'lyapti. Berilmayapti o'sha. 85 ming ga berilmayapti. Nur Sport qancha so'm? 85 mingga berilmayapti. Ava qancha bo'ldi? Tay. No, kichkinasi. 39,5 39.500 so'mga berilibdir. Qancha oldu ka? 100 bo'ldi aka, men tartmayman. 100 ga sen tartmayman, vaqtda. 100 ming so'm bo'ldi. Assalomu alaykum. Aka qancha oldu? 57. 57. Erkek. Erkek 57 ming oldu. Toy qancha oldu aka? 40 so'rashyapti. Erkekmi? Urg'ochi 40 ming so'rashyapti edi. Bu qancha oldu da bu? Bu qancha? 45. 45 ming so'm bo'ldi. Erkek urg'ochi? Urg'ochi. Bilan tartib bo'ldi. Yo'q emi. Bu qancha bo'ldi aka? Bu bo'ldek baba. Qancha so'rayapsiz? 70. 70 ming. Erkek urg'ochi? Urg'ochi. Urg'ochi 70 ming so'm. So'rayapti. Assalomu alaykum. Tinchlik? Sen tartib qo'ying. Taylar so'rab. Harakatlar tom ketmaydi-ku. Keyinchi taylar qanchadan bo'ldi, brat? 44, 46, 56 oldu. 46 56. Erkek urg'ochi. Mo chetdagi urg'ochi eko. Chetdagi urg'ochi, ha? Yog'i erkek. 44 46 56 ming. O qancha bo'ldi? 110 deyapti. 110 deyapsiz. Bozor qancha qildi? 90. 90 ga berib edingiz. 90 mingga berildi. Kaltatay. Maşallah, zo'r ekan. Liniyasidağı bor bu. Liniyasi qaysi aka? Liniyasi bor. Telefon nomerini aytib qo'ying. Qiziqqanlar chaladi-da. Ko'gatning bolasi. Ko'gatning bolasi ekan buni. Telefon nomerini aytasiz, aytmaysiz? Telefon yo'q. Yo'q bu, ha? Mayli, shu bozorda sotib keting, bozoringizni bersin. O, at qancha bo'ldi? 81. 81 ming so'm. Ha. Qaysi? Qancha so'm Nur Sport? Ha, qaysi so'm? Kecha ko'rdingmi? Assalomu alaykum. Qancha bo'ldi aka? 90 deb turum. 90 deb tursiz, cho'ngim. Yemi bir mo'ljol shu 70 80 derga bo'lsa berib turib ketayin deb tursiz. Xudo qalasa ketat aka. Sotilsin, bozoringizni bersin. Ha, 90 deb turum. Qancha bo'lyapti shu ot? 105 ming. 105 ming. Zo'r ekan, ha? Inshaalloh 105 ming so'm bo'lyapti. Oq ot qancha bo'ldi aka? 112 yo'lindi. 112 ga berilmedi? Yo'q, olindi. Ha, olindimi bu? 112 mingga olinibdi bundan. Yosh qanchada buni? 5 bir. At qancha bo'ldi? Aka, at qancha bo'ldi? At 130 deyapti. 130 deyapsiz. Bozor qancha qildi aka? 105 ga berib edingiz, ha? Yosh qanchada? Bundan chiqadi, Bundan chiqma.
Zor ekan. 130 ming deb attir, 105 mingga berilibdir. Qanday? Qiziqmi? Qancha bo'ldi? 100 bo'ldi. Kaltatay bu, ha? 100 ga berbedingmi? Qancha so'rayaptiring o'zi? 130 ming. Hozirgi parada bor. Ha, Arablarning parada. Arablarning parodasi bor, ha? Boshlari kishini o'xshash ketadi ekan. Maşallah. Jasqa Qunan. Telefon nomerini aytib qo'yarchi, qiziqanlar chaladi-da. 0703 10 2002. Chalsangizlar bo'ladi to'g'ada. Assalomu alaykum. Qancha bo'ldi bu ot? 110 mingga berildi, ha? Yosh qanchada? 2 asi. Zo'r ekan. Bo'y qancha chiqib qoladi? 1.50 plus da. 1.50 chiqib qoladi. Telefon nomer qancha? Bir aytib qo'yaveraylik, qiziqqanlar emi. Aytdim, telefon nomer. 052 96 69 79 qiziqqanlar chalsangizlar bo'ladi to'g'anlar. Assalomu alaykum aka. Ba bo'ldi vat. Qancha bo'ldi aka? 117 mingga berib edingiz. 117 ming so'm. O'zingiz qancha so'rayapsiz? Zo'r ekan ata. 130 deyapsiz, ha? Yosh qanchada buni? Yoshi jasqa jamoa. Jasqa jamoasi bu. Telefon nomer aytasizmi, aytmaysizmi? Aytib qo'yavering-chi. 0706 86 0392. Qayerdiki at? Alabuqaniki. Qiziqqanlar chalsangizlar bo'ladi o'g'illar. 130 ming. Zo'r ekan. Yo'q, aytilish bahosi 130. Kemi bor. Qiziqqanlar chalsangizlar bo'ladi. Aka qancha bo'ldi at? 120 bo'ldi, ha? Yoshi? 2 asi. Nega o'ding hali? O atni tortib qo'ying, to'xtamaymi? Hozir gilstin tortamiz. Bu qancha berib dedingiz aka? 120 ga berib edingiz. At zo'r ekan, maşallah mana. Telefon nomer aytasizmi aka? Bo'ldi, sotiladi bu at, xudo qolasa, zo'r. Buna o'sha atni endi keng aka dedi. Assalomu alaykum. Dag'i bir joy. Zo'r aka. Dadil. Ulog'i garantiya. Qanchaga? Uyrini garantiya. Ya bo'y to'g'a. Eng qiziq jeri aqchasida endi qancha? Savdo olayotgan yerini tartaver. Ha, da. So'ranglar, dadil so'rang. Qancha berdik? Bo'y to'g'a. Ya qo'y. Toza. 150 ga o'rbay tur. Ochib ketishing ham bormi? 150 ga o'rbay tur. Siz bak aşağı tasarrufuna. Yo'q, qo'y. At oyoqda ekan. At karavandiki. Karavandiki. Qancha kelsa berib berasiz? Undagi bola qo'shalmir. 150 ga. Ustundagi bola qo'shal. Tinch. Zo're. Qanchaga berib berasiz? Qanchaga berib berasiz? Men hech kim berib qo'yayman. Ulog'iga. O, geng olib kelgan bu yoqqa atdi. Qanchaga? Bo'yi qancha buni? Bo'yi chenal ekanman. Bo'y biroq biyiq ekan Bo'yim biroq. bergan. Bo'yim berganda. 155. Telefon nomer aytasizmi? Aytayinmi? Ha, aytdim. 552 552 05 89 05. Qiziqqanlar chalsangizlar bo'ladi. Ulog'ima uyrini garantiya deydi. Qana bir unday. Pulumlari bor. Önörlerini ko'rsatingchi bir. Bunlar to'g'anlar. Bo'ldi, tartib qo'ydim. Bazaringizni bersin. 1.60 chiqadi ekan bo'yi. Yo'q, kelasizmi? Ha, o'sha yerdami men aka? Gel, qancha? Erkak qancha? Bo'ldi aka, rahmat. O, kengchi tartaychi. Tartaymi? Ha, gel. Qancha bo'ldi? 100. 100 ga berib bering, ha? Bas jang'asi. Jang'asi. Qancha kelsa berib berasiz? 100 ming deydi. Bu at qancha bo'ldi aka? Tartib. 140 berilmadimi? Yosh qanchada? 2 asi. Bo'yi 1.60 qadar qoladi o'xshaydi. 1.67 mi? Endi kim bir yerda Ulog'i bormi? Dadil ekan. Telefon nomer aytasizmi? Telefon yo'q, ha?
Yerden ne bolup atır yani? Milyon 210. Qaysi bağ boldu? O Qaraqaş, o. Qaysi şu ko'k at bağ bolup atır, qancha qilishib atır? 115. 115 ming real bağ bolup atır buna. Tartib qo'yish menda ham bor, jur. Juringchi aka. Sadece budan ham. Budan ham dadilbi. Bas. Juring tartamiz. Zaten qanday tilsin bezaramam, Juring. Qana. Ha, onu tartib al, bu yoqda at bor ekan, tartib qo'y. O men rozim, sen rozim. Juring endi tezroq. Qaysini tartayin, ava? İçkeride. Ichkeridami? Mal bazarını egezini sülep qo'ydi. İçkeride palın tartib ketadi. Mana içini tartib qo'yin. Açing. Palını tartib ketadi. Sen bilmem, gelip ko'rding. Men shu aytmasangiz qayoqdan bilaman, ay? Palını tartib ketadi. Hozir sevgilet onu Asilbek degan. Asilbekning bir tug'an akasi. Asılbek akangizdan bir tug'an. Bismillah. Mana atlar. Bunisi tay o'xshaydi, ha? Bu pishdi. Pishdimi? Bu Bilganda shu bir oy bo'layin deb qoldi sal. bu sotiladi bu? Sotiladi. Qancha aqchasi bu? Aqchasi shu 79 ga keldi, bermedi. 79 ga bo'lmadi. 79 ga berilmedi. Pishdi. 80 ming so'mga tartishibsizlar-da. Tartishdik. Shart bo'lib qo'yib olibsizlar-da ikiga. Men bilolmay, men oylik olaman. 79 mingga berilmedi tug'anlar. Bu shu yerda bo'ladi, postoyanno bozorda bo'ladi. Qiziqqanlar bo'lsa kelib ko'rsangizlar bo'ladi ekan. Buni yoshi qanchada aka? Bunun yoshi ham jang ozi saydi. Jani oz ekan. Bu qancha bo'ldi bu? Bu 120 ga egezi bermedi. 120 ga egezi bermedi. 120 ming so'm bo'libdir. Yo'q, bo'ydagi yaxshi ekan. Molda bor. Yo'qda ko'p tartatsam çok tanıdım. Men qancha so'm kanalimman? Qancha so'm? Yo'qda chiqirdi. O'sha 3 qo'zi va. Bu yoqda Girer. Qaysinizdan berasiz? Bas. Onu sen bir ay bo'lib qoldi. qo'zi qo'chqor bu. Qanchaga berasiz? Bu pichma urg'ach. Qanchadan bo'ldi bular? 13,5dan olib ketib o'tir. Ukamdan ikkovi kichkina, buni o'zi qoldilar bu yoqqa. 13,5dan, ha? Bu yoqda Juda buni yaxshi. bor ekan. Qana, yuring. Qunajinlarni ko'raylikmi? Sadika bo'lsa qancha olur? 13,5 dedim bu. 13,5, 13,5 ga çok qo'yalım da bırak. Mana qunajinlar. Bular qanchadan bo'ldi aka? 55. 55 ga berilmedi qunajin. 58 dedim. Bu qancha? 80 ming dedim. 80 ming dedingiz. Suradi bu bozor? Bozor günde geliyordu. Sen arzon so'radi, lekin bir oldi, sen bir Bunisi qancha bo'ldi? O'sha 80 ming, no 60. Ha, bunisi 80 ming bo'lib turadi, o'sha bu cho'ngroq ekan. Bunisi 60. 60 Juda yaxshi. Bu yoqdan chiqib ketsa bo'ladi? Yo'q, qulp qo'yapti. Ha, bu yoqdan chiqamiz, ha. Bu yerda ham постоянно bo'ladi, mol qo'ya. Pas günde mal. Gunda bo'ladi tug'anlar. Bu mol bozorining saroyining ichi. O'zi ham keladi. Kelsangizlar bo'ladi. Bebozor kundagi kelib ko'rsangizlar bo'ladi ekan. Boylanish telefon nomer aytib qo'yaylik. Ayting. 0220 50 01 01. Mana shu nomerga chalsangizlar bo'ladi. Gunda so'yish moljonliqlar bor. Kelaverasizlar. Mana bozor, mol bozordan kirganda to'g'ri kelsangizlar mana shu saroy. Assalomu alaykum hurmatli mekandoshlar. Bugun 5-yanvar 2025-yil Jalolobod oblasi Olabuqa rayoni Soloma
Mol bozorundamiz. Hozir bu videoda qo'y, qo'zi qo'chqor bog'larini sizlarga tartib ko'rsatishga harakat qilamiz. Video yoqsa like bosib, kanal qatal qo'yib bo'ladi. Shu Bishkekdan bir Daniyar aka degan barda echkilarni tartib qo'y deb biroz so'randilar. O'sha tartib qo'yilchi, ha, echkilarni birinchi. Assalomu alaykum. Uloqlar kimdan qanchadan bo'lyapti? Qanchadan bo'ldi aka uloqlar? Birovdi-ku. Assalomu alaykum. Uloqlar qanchadan bo'lyapti? Uloqlar 5,5. 5,5 dan 5500 so'm bo'lyapti uloqlarmi? Echkilar tartayli shu bugun birinchi. Qanchadan bo'ldi uloqlar aka? O, aka, uloqlar qanchadan bo'lyapti? Uloqlar 3800 dan bo'ldi. 3800 so'mdan, ha? Echkichi? Bunam serka. Ha, serkami bu? Qancha bo'ldi? 8000 so'm bo'ldi. 8000 so'm. So'yishqa. Nova echki yo'q aka? Serka qancha oldi? 7000. Echkilar kimdan? Qanchadan bo'ldi aka? 4,5dan boshlab 10,5gacha bo'ldi. 4,5dan boshlab qancha? Va bir Bishkekdan bir janogi borlar-da, bir aka, bir 1000 bosh echki olam dedilar-da. O'sha ko'p bo'lsa tug'anlar o'sha nomerni qoldirib qo'yam, o'sha chalg'ila. Hozir sizda qancha bosh bor aka? Tabela qancha kerak? 1000. Bo'l tabela. Telefon nomeringizni aytinglar, ko'radi-da. 0220 75 67 84. Daniyar aka, mana shu nomerga chalsangiz bo'ladi. Men sizga videoni jo'natib qo'yam. Tavib beraman dedi, echki 1000 bosh. Qanchadan qanchaga bo'ldi dedi? Echkinimi? Qanchadan qanchagacha? 7000dan boshlab 9000. 7000 dan boshlab 9000 gacha shunday bog' bo'lyapti echkilar. Mana bu yerda dag'i kimniki echki? Seniki? Yesi yo'q ekan. Qo'si qanday? Ye, assalomu alaykum. Qancha so'mdan oldi? Qancha so'm? Echkilar qanchadan bo'ldi? 5dan bo'ladi. 5dan 5000 so'mdan bo'lyapti bunday echkilar. Echkilar 7-8000 so'm, uloqlar 5000 so'mdan, ha? 5000, 6000 har turdi. Cho'ng kichnesini qarab qo'yim, ha? Qancha bo'ldi? Shu 13 bo'ldi. 13 urg'achu. 13 ming so'm. Chiqarchi. Nol kishi tartib chiqarchi. Qo'ylar qancha bo'ldi? Qanchadan bo'lyapti qo'ylar aka? 13,5 bo'lyapti. 13,5 mingdan bo'lyapti. Bo'z qo'ylar, ha? 13500 so'mdan bo'z qo'ylar. Qaysi bog' bo'lyapti? Qaysi bog' bo'lyapti? 10 osh beryapti. Tartmayman aka. Qo'yni o'zini tartaman. Qanchadan bo'ldi? 10500 dan beryapti. 10500 so'm. Qo'chqora bular? Yo'q, urg'ach. Urg'ach. Qo'zlar 10500 so'mdan bo'lyapti. Qaysini bog'layapsiz taqdir? Bu teka serka. Qancha bo'ldi shu serka? 20. Cho'ng ekan biri. Voy. Nogo qo'chqorlar qanchadan bo'ldi aka? Ular alindi hozir. Qanchadan oldingiz endi? Yo'q. Yo'q. Yo'qovi. Jerga qaratib olgan kamera. Qancha so'm nur sport? Yo'q, 15800 so'm. 15800 dan, ha? 15800 dan. Zo'r olsak. Yo'q, 35800 so'm. O'shonday deng. O'yin boshqa. Men Ha. Sizda betingiz tushmadi, qo'ydi o'zi tushdi. Qancha bo'ldi qo'zi? 11 dan. Qo'chqora? Qanchadan bo'ldi? Qancha bo'ldi? 9 so'radim. 9 mingga berildi. Qo'zi chaqan ekan. Yana bola qo'ylar qanchadan bo'lyapti aka? 18-22. 18 oq bo'ldi u. Narxi 22 ming. Qo'zi cho'ngroq ekan-da. 18-22 dedi.
Qanchadan bo'ldi? 16,5 16,5 da. Qo'chqor mi? Yo'q, sol. Ha, sol. 16,5. Qo'chqor qancha bo'ldi bu? 35. Ha? 35. 35 ming so'm. So'm ekan, ha? Qo'ylar, qo'zilar puchmalar. Qanchadan bo'ldi? Assalomu alaykum. Alaykum salom. Bular puchmalar. puchmalar qanchadan bo'ldi? 13.500 dan bo'ldi. 13.500 dan bo'ldi, berib edingiz. Zo'r. Bu qo'chqor. Bunisi qo'chqor. Bu qancha bo'ldi qo'chqor? 17. 17. 17 ming so'm. Qaysi bog' bo'lyapti endi? Shu. Qancha bo'ldi? 10. Urg'acha? Urg'achi o'zi 10 ming so'm. Bu berilmayapti. Assalomu alaykum. Taqsirlar qanchadan bo'ldi qo'zlar? 13 dan bo'ldi. No'g'lar 13 dan. Qo'chqora? Ha, urg'achi qo'zlar bu. Bular kishnaroqlari qanchadan bo'ldi? Taqsir. Puchmalar 10 ming bo'ldi. Puchmalar 10 ming. Bunisi qancha dedi? 8 ming. 8 ming so'm. Kishnaroq ekan. Qanchadan bo'lyapti? Qarmoq turdi deb Ha, birovniki. Ha. Qo'ylar qanchadan bo'ldi? 13.700 bo'ldi. 13.700 so'm. No'g'zi. Narxi-chi? Al 13 mingga sotildi. 13 mingga sotildi. 13 mingga sotildi. Qaysi bog' bo'ldi? 11.5 beryapti. 11.5. Bittadan Aleksini olib qo'yma. 11.500 so'm. Qisir qo'y, qisir qo'y. Qisir qo'y. 50 dan o't. Qanchadan bo'ldi ular? 12.5 ming. 12.5 dan berildi, ha? 12.500 so'm berildi. Assalomu alaykum, hurmatli mekendoshlar. Bugun 5-yanvar 2024-yil Jalolobod oblasi Alabuqa rayoni Solomon mol bozorindamiz. Tuğanlar, endi uylarning bog'larini tartib ko'rsatishga harakat qilamiz. Videoga yoqsa like bosib, kanalda birinchi bo'lib tursangiz podpisatsiya knopkasini bosib qo'ying. Qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi aka? 120 ming. Yine bal ekan. To'rt doktor qanchadan bo'ldi, ha? 167 oldu. 167. Uchovi. Qanchadan tura kelib qoladi o'sha? 56 ming urg'ochilar, ha? Ha, erkak to'rt doktor bu. 56 ming 300 dan tura keladi ekan. Qanchadan bo'ldi aka? Kunajinlarmi? 48 mingdan. 48 mingdan bo'ldi. Qancha bo'ldi aka? Bu 66 ga oldim. 66 ga oldingiz. Buqa, ha? 66 ming so'm bo'ldi. Oldim deydi. Buqa to'rt doktor qanchadan bo'ldi? 60 dan. 60 mingdan bo'ldi. Buqa to'rt doktor. Qaysi sotildi? Qancha bo'ldi? 61. 61 mingga sotilib tur, yalla. Bo'p, tuğanlar. Buqa to'rt doktor. Qanchadan bo'ldi aka buqa to'rt doktor? Aytpay qo'ydi tuğanlar. 54 ming. Ga bermedingiz, ha? 54 mingga berilmedi. Qaysi bog' bo'lyapti? Qancha oldu endi bala? 100 ming. 100 ming so'm deyapti. Ha. 89 bo'ldi-ku. Ha, 89 ga berilibdi, ha?
Bu qancha bo'ldi aka? 9 bo'ldi. 49. Xunojiniki-mi? No qancha bo'ldi uy? 66. 66 ming bo'ldi deydi. Chaqanroq uy. Yine bola qancha bo'ldi? 103 ming. Ha bo'ldi, tortmay. Torpa urg'acha? Qancha bo'ldi aka yine bola? Ha? Bu ne satıldı mı? Kaç oldu? Satıldı, daha satıldı. 70. 70 binge satıldı. Macim. Yine bala kaç oldu aka? Yine bala. Yine bala kaç oldu? 115 yarım bo'ldi. 115.500 so'mga berildi. Torpog'i urg'acha? Torpog'i urg'achi. Qancha torpog'i? Ikkinchi bolasi. Yine bala qancha bo'ldi aka? Aziz. No. Ularda 115 dan kam vardı orada. 115 mingdan kemi var ha. 115 mingdan kemi var. Yine bala. 95 devatırım Suraç'ta. 95 devatırız. Qancha qilishdi? 88 yarım kılıştı. 88 yarımga bermediniz ha? Torpog'i urg'achi? Qancha litr suti var? İkinci balası şu. Ikkinchi balasi. Jo, suti qancha? Sütü 1-2-3 litre var. 2-3 litr bor. Tunajlar qanchadan bo'ldi aka? Bunuzu 60, bunuzu 55 var. Bunuzu 60, narkanisi 55 ha? Kunajin. Yine bala qancha bo'ldi aka? 105. 105. Erkek urg'achi? Torpog'i erkek 105 ming so'm bo'ldi. Shul uy qancha bo'ldi? Hem bulut. Qancha Her da? gün Yo, siz tortmaymi uy? Her gün bolmaz beni deriydim. Her gün tort koyuyorsun. Yo, men uydu tortdim. 90 bin var. 90 ming. 90 ming bo'ldi deydi. Bo'lsin. Qancha bo'lyapti aka? 110 buldu. 110 ming. Yine balami? Bu erkekmi? Torpog'i erkek. 110 ming bo'lyapti. Yine bala qancha bo'ldi? Yine bola 110. Ye, assalomu alaykum. Temur. Tizikda. Assalomu alaykum. Tizik. Tizik. Yine bala qancha bo'ldi aka? Qancha so'rayapsiz? 150 ming. Torpog'i erkek. Ya beri. 75 bo'ldi va? Ne veriyor bekine? Herkes mendelik. Ben görgön yok. Şef videoya tartmayın. Qanchadan bo'ldi? 160 bo'ldi, 4 ta. 160? Ha. 40 dan bo'ldi, 40 ming so'mdan. Urg'acha bordi. 40 mingdan bo'ldi. 160 ming so'm bo'ldi. Qancha bo'ldi shu Sanoy aka? Sanoy qancha bo'ldi? 133 oldu. 133. Torpog'i urg'acha 133 ming so'm bo'ldi. Sanoy qancha bo'ldi aka? 110. Alındimi? Yo'q. 110 ming so'm bo'ldi.
Korkma urgaç. Tuğanlar mal bazarga girgende 10 jakta Aybek taksırdı mına Buna yaxşı bana. Bunlarga gerekti. Nerseler mına uşul jerde satılıp jatat. Mal bazarga girgeningizlerde 10 koldo tuğanlar. Gelip soda alıp ketingizler.